sovuq, tashqariga chiqib yotadigan joyim yo'q, yana pulim ham yo'q, masjidda tunashga qaror qildim. Tong otgach odamlar masjidga kelishib, meni ahli ilm ekanligimni ko'rib tushunishib, bomdod namoziga imomlik qilib berishimni so'rashdi. O'qib berdim. Qavm masjidimizning imomi vafot etgan yaqinda. Shu odamni o'rniga imomlik qilib bermaysizmi dedim. Abu Lahab aytadi, boradigan joyim yo'q, pulim ham yo'q, uyim ham yo'q. Rozi bo'ldim. Bir necha kun ularga imomlik qildim. Qavm ana shu kunlar asnosida avvalgi imomimiz o'zidan keyin bir qizi yolg'iz qolgan, o'zini uyida turadi. Faqir ham emas, agar ma'qul kelsa, o'sha qizga uylanib, bizga imomlik qilsangiz. Yana boradigan joyi yo'q, puli yo'q, uyi yo'q. Rozi bo'ldim. U qizga uylandim va uni uyda yashashni boshladim. Kunlarda birida ayolimning qo'lida